Filmdagi rollari bilan barchani yig'latgan bola Bunyod Rahmatullayev bugun qaysi sohada? Bugungi videorolikimiz aynan shu haqida. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Yig'lamagin va Sehrli qalpoqcha filmlaridagi rollari bilan tomoshabinlar e'tiboriga tushgan bolakay Bunyod Rahmatullayev muxlislarga ko'rinish berdi va ilk filmiga qanday kastingdan o'tgani hamda bugungi kunda qaysi sohada faoliyat yuritishi haqida so'zlab berdi. Yig'lamagin filmi suratga olinganda 9 yoshda bo'lganman. Film kastingidan birinchi marta xonanda Izzat Shukurov o'tgan edi. Marhum ustozimiz Shuhrat Abbosov qayta kasting o'tkazgan. Keyingi sinovda men tasdiqlanganman. O'sha vaqtda Shuhrat Abbosovning aytishlari bo'yicha Izzat aka Shukurovning ko'zlaridagi sho'x-shodonlik bu rolni boshqacha talqin qilardi. Shuning uchun Bunyodni yana bir marta sinovdan o'tkazib ko'raylik, chunki uning ko'zlaridagi ma'yuslik film qahramoniga mos tushadi degan. Shundan so'ng bu filmda suratga tushganman, deydi Rahmatullayev. Bugungi kunda logistika sohasida ishlab kelmoqdaman. Kinolarda ko'rinmay qolganimning sababi shunda. Kinodan ham ketganim yo'q. Yana yaxshi obrazlar bo'lsa, Xudo xohlasa, yana kinoda rollar ijro etaman, deydi Bunyod Rahmatullayev. Ma'lumot uchun, Yig'lamagin filmi 2009-yilda Rustam Sa'diyev rejissyorligida suratga olingan. Unda aktyorlar Uchqun Tillayev, Xurshid To'xtayev, marhum aktyor Diyas Rahmatov, Miravzal Shofayziyev, Bunyodbek Rahmatullayev rol ijro etgan. Film aka-singilning kutilmagan fojia sabab boshdan kechirgan og'ir kunlari va yo'qotilgan bolalik haqida hikoya qiladi.